Qarzlarning jihodga chiqishi haqidagi olimlarning xitloflari. Imom Malik qarzni tugatishga toqati yetmagan kishining jihodga chiqishiga ruxsat qildi. Imom Avzai qarz berguchining ruxsatisiz qarzlarning jihodga chiqishini durust sanadi. Ammo Imom Shafi'i bu ikkisining qarishiga qo'shilmadi. U qarz egisi mayli musulmon yoki kofir bo'lishidan qat'iy nazar qarz berguchining ruxsatisiz qarzlarning jihodga chiqishi to'g'ri emas deb qaradi. Abdullah ibn Haram Ansari radhiyallohu anhu ning qarzi bor turib Uhud g'azotida chiqqanligi qarzlarning jihodga chiqishiga dalildir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni bilib turib to'smagan edi. Abdullah ibn Haram radhiyallohu anhu Uhudda shahid bo'lgan. Uning qarzini o'g'li Jabir radhiyallohu anhu uningdan keyin to'lab o'tgan. Lekin qarzlar jihodga chiqqanda o'zidan keyin qarzni tugatalaydigan bir narsani qoldirib ketish kerak. Ya'ni Jabirning dadasiga o'xshash. Imom Ahmad qarzlar o'zining qarzni tugatadigan narsasini qoldirib qo'ysa, u qarz berguchining ruxsatisiz g'azotga chiqsa bo'ldiganligiga Abdullah ibn Haram radhiyallohu anhu ning qissasini dalil keltirdi. Farz kupoyi jihodda o'g'il uchun ota-onasining ruxsati, qarzlar uchun qarz berguchining ruxsati shart qilindi. Musulmonlarning biror shahriga kofirlar bostirib kirsa yoki yiroqdan u shaharga ko'z tiksa, kofirlarning soni musulmon shahar ahlining sonidan 2 hassa ko'p bo'lsin yoki oz bo'lsin, yuqoridagi shart amaldan qoldida jihad har bir musulmon er va musulmon ayolga farz aynga aylandi. Bu vaqtda qul o'z xo'jayinining ruxsatisiz, ayol o'z erining ruxsatisiz, ya'ni ikki qarashning sahiraqi, agar ayolda o'zini qo'g'dig'idek quvvat bo'lsa, bola ota-onasining ruxsatisiz, qarzdor qarz egasining ruxsatisiz jihodga chiqadi. Bu Imom Malik, Imom Abu Hanifa va Imom Ahmad ibn Hanbalning ko'z qarashi. Agar kofirlar musulmonlarning shahriga hujum qilib, uni egallab olsa, musulmonlarga u yerda uyushish yoki kofirlar bilan urushishga tayyorlik ko'rish mumkin bo'lmasa, har bir musulmonning o'z oldiga dushman bilan urushishi vojib. Agar musulmon kishi taslim bo'lsa, o'zining kofirlar tarafidan o'ldirilganligini bilsa, imkoniyatning boricha harakat qilishi va o'z jinini qo'g'dash uchun toki o'ldirilganga qadar ular bilan jang qilishi vojib bo'ldi. Buningda o'r bilan qo'l, er bilan ayol, qarg'u, to'kur va kasal orasida hech farq yo'q. Agar taslim bo'lsa, uni o'ldirmay asir qildiganligini bilsa, uningga taslim bo'lishi joiz. Lekin kofirlarga taslim bo'lishdan ko'ra ular bilan urushish afzal. Agar o'ldirilsa, shahidlar qatorida bo'ldi. Agar musulmon ayol taslim bo'lsa, kofirlarning o'zining nomusiga tajovuz qildiganligini bilsa, o'zini qo'g'dab o'ldirilguncha ular bilan urush qilish lozim. Chunki o'zini o'limdan qutuldirib qilish uchun zinoga taslim bo'lish u ayolga joiz bo'lmaydi. Musulmon zaminlardan biror zaminga dushman bostirib kirsa, boshqa rayonlardagi musulmonlarning bu zamindagi musulmonlarga yordam berishi vojib. Agar dushman bir kishining zamindan namoz qasr qilinadigan musofigachilik orliqqa tushsa, shu zamin ahliga jihad farz bo'lgandek, uning ustiga ham jihad farz bo'ldi. Imom Mavardi bu xil holatda ularga qarshi urush qilishning vojibligining sababini bayon qilib mundaq deydi. Chunki bu dushman zaminiga yurish qilingan jihad bo'lmasdan, balki islom zaminlarini kofirlardan qo'g'daydigan qo'dinish jihadi. Shunga bu urush taqti yetgan har qanday kishining ustiga farzdir. Musulmonlarning biror shahriga kofirlar bostirib kirganda namoz qasr qilinadigan musofirchidagi barliq musulmonlarning shu shahar ahliga, ya'ni shu shahardagi musulmonlarga yordam berishi vojibdir. Agar ular dushmanga ojiz kelsa, ulardan yiroq barliq musulmonlarga jihodga chiqish vojib bo'ldi. Agar kofirlarga qarshi yetarli kishilar jihodga chiqsa, boshqa kishilardan gunoh saqit bo'ldi. Lekin ular katta ajr va mislsiz savobdan quruq qilgan bo'ldi. Bir qism olimlarning qarashida, kofirlar biror shaharga besib kirgan vaqtda shahar ahliga eng yaqin musulmonlarga, ondan ularga yaqin bo'lgan atrofidagi musulmonlarga toki kofirlar bu shahardan chiqarilib, bu shaharning ozod etilganlik xabari yetgunga qadar ularni qutqizish va ularga yordam berish hech qanday shartsiz vojib bo'ldi, deb qayd qilingan. Agar kofirlar shahar va turalg'u rayonlardan yiroq kishilar yashamaydigan islom diyoridagi tog', tuzlanlik
yoki biror makonni egallab olsa, bu makonni ozod qilish uchun musulmonlarning umumyuzlik chiqishi vojib. İmam Navaviy mundaq deydi: chekindirishga mumkinchilik bor turib, kofirlarning islom diyorini besib olishga imkon berish qat'iy durust bo'lmaydi. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Qurtubiy mundaq deydi: agar kofirlar islom diyoriga yaqinlashib kelib, garchi kirmagan bo'lsa-mu, musulmonlar Allohning dinini oliy qilish hamda islom shaharlari, chegaralari va markazlarini himoya qilish uchun ularga qarshi jihodga chiqishi lozim. İmam Bag'aviy mundaq deydi: kofirlar islom diyoriga bostirib kirsa, yaqin atrofidagi kishilarga jihod farz ayin, yiroqdagi kishilarga farz kifoya bo'ldi. Bular jihodning farz ayin yoki farz kifoya bo'lishiga aloqador bir qism tarmoq masalalardir.